iki ataman, iki anakala kol koygan, tanesi onu çarptı. Yerde bu ötüp gitti, bir ötüp gitme. Naşı ahırga giren insanı kaptan. Şular endi özüm teritoriyasida ish qilyapti. 5 minutda tashlab. O'tgan yili ham syomka bo'lganda. Ayla yo'q bu yerda bularni qilishga. Sözcülük kim gelip syomka qilgan? O'zbekiston kelib turibmi? Yo'q. Yo'qmi? Komissiya kelgan, komissiya. Komissiya Yemin etsa, kim mayerda choy berdi, bir oqsoqol. Ha, bayağı bir iş geldi. Sonda ham aytgan. Buna grantdan hozir to'xtatamiz nepravильный joylarim degansiz. Xudo xolasa sizlarga o'tadi degansiz. Mana eshitib turing. Mana o'tgan. Yusuf Bayshevich kelib aytgan. Xudo xolasa chechamiz, reshat etamiz, problemani sizlarning yesanglarga qoladi. Sizlarning jeringa, sizlarning ota bobolar yashagan degan. To'g'rimi? Mana ki ahvol, ne olur? Men sebepten el bilen hiç kim söylashgan joq tag'in admin qildim Aravanga. Bir adam kim oldu? Ana aytkilarsiz mi? Aravanga emas, Qirg'iziston bo'yicha suylaydi. Buni hali Kuymo'yin yeri, Novqat yeri, Qorasud yeri degan yer yo'q. Biroz Qirg'iziston uchun beryapti. Respublika Nereden respublika? O'shanda yapan Shermetu ayli hukumati. Biz Kerki'den iyiydi. Özü Kırgızistan bu sefer. Şehir. Boşa yakta derip koyalım. ne sebepten bizimle şuraya boyaka beri verdin. Sene. Yo'q, men bergan yo'qmi? Sene bak şoğun mütesi dergen de. Yok sen sattık kurulun degensin. Ya oğlum başına toktak duruyorum hani içine koyalım. Yok. Bizge oşol adam. Oşol uağında komissiya oldu, çekip durup mana da taktap verip tuğun adamdan yemesi gerek. Gözü gerek. Komissiyası gerek. Mana o'tadi. Bekir keldi, baş sözü keldi. Kelip kirgan biz oqsoqollarga qabasında asana açında sözü var. Bu yer to'xtab o'tgan yer. Ko'rdi, servi nima qiladi? Unaqa berdi. Ana aytgan. Erteng bitkimi bir savar kerak borga boradi. Anan andan keyin o'shqa chiqadi. O'shqa переговор bo'lganda eldan ökül olib boradi, qattiqtiradi. Yerda qattiqlarda chechadi masalan deganda. Anan hozir bugun bilib o'tasiz-da, bugunga bitdi, bu o'tdi. Anan kesin masala hozir norozilik o'sha yerda bo'ladi. Bundayda fark var. Yerde faydası deyip durgan yer bunu eski. Kermet oldu, kayıtınca faydası yok. Yo'q, uni foydasi yerda eserga yer beryapti degan. O bunday har kimni tushunishi bilanlar nimaydi bu granitsani? Yo'q, nima qildi? Nega yelminin kelişi gerek mi? Granitsadan ketiş gerekti. Bu granitsamızda Onu yerden granitsa nime kan? Kartanda açıp karasa. İnternetinizde. Kötü mü? O yaptan ketikti. Ha siz olsun kelip alıp almazsınız. Granitsamız, meşhurlarımız granitsamız. Hakem meydanda sakın ettiğiniz yer vermeyin. Yerlerge kocaman görünmedi. Ne oynuyorsun? Yer faydalanıp kalıyordu. Yer şunçalık faydası değil. 20 yıldan beri aldap geldim ona. O mana toso Xudo xolasa söyleshoz açılat. Demokrasiya demasiyasi bo'lgan holda Norzaqa julat deb 20 yildan beri aldap keldi.